أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Hurmatli o'quvchilar, 25-darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Bu darsimizda muqattaatu qur'oniyani o'rganamiz. Bunga huruf muqattaat ham deyiladi. Ya'ni huruf degani, qadrli birodarlar, harflar degani, muqattaat degani kesilgan, ayrilgan degan ma'nolar bildiradi. Qur'oni Karimning ayrim suralari quyidagi so'zlar bilan boshlanadi, deyapti. Ya'ni Qur'oni Karimda 29 ta surani boshida mana shu huruf muqattaat bilan boshlanadi. Endi qadrli birodarlar, birinchi darsimizda eslab o'tadigan bo'lsak, arab alifbosini qanday o'rganayotgandik? O'z ismlari bilan o'rganayotgandik, to'g'rimi? Ya'ni harflarni arab alifbosida o'zini ismi bor edi. Mana shular bilan o'rganayotgandik. Huruf muqattaatda ham xuddi harflarni o'z ismi bilan o'qiymiz. Faqat ustida mana bu, ya'ni mat belgisi dedik-ku, matni o'rgandik. Mana shu kelganda nima qilamiz? Cho'zib o'qiymiz. Birinchi misolimiz, qadrli o'quvchilar, agar harflarni ismini eslamasanglar, mana ostida yozib qo'ygan, mana alif, lam, mim. Shu yerga qarab o'qisanglar ham bo'ladi. Hammasini ostida yozib qo'ygan. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim, صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. Bu yerga ham diqqat qilaylik, qadrli birodarlar. Ayn emas. Ayn, yani cho'zamiz bu yerda. Ayn صاد. Toha, buni bir alif cho'zamiz xolos. Toha. Tosim mim. Tosin. Yasin. صاد حرف، صاد. حميم. حميم عين سين قاف. قاف. نون. Qadrli o'quvchilar, 25-darsimizni ham mana shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizda kalimalarni o'rganamiz.